Nima masala edi o'zi? Shu aka ishga kirmoqchiman, qo'riqlashga topshirib qo'yganman dokumentlarimni. Aha. Shunga yordam qilsangiz. Mani как раз tanishlarim bor edi. 2000 bo'ladi-da. Bo'ldi 2000. Ertaga ko'rishamiz, men sizga telefon qilaman. Xo'p. Og'iz ko'pirtirib 2000 dollar bo'ladi deyotgan mana bu shaxs va uning jinoiy sherigi ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Holat esa Andijon viloyatida sodir bo'lgan. Xullas, o'rtakash, ya'ni vositachi, ichki ishlar organida ishlaydigan tanishi orqali fuqaroni ichki ishlar tizimiga ishga olib kirib qo'yishni aytib, evaziga 2000 AQSh dollari talab qiladi. Sobiq xodim ham bu qilayotgan ishi jinoyatga sabab bo'lishini bila turib, 1800 AQSh dollari evaziga bu nopok ishni qilishga rozi bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbiri natijasida har ikkala shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Holat yuzasidan 1992-yilda tug'ilgan fuqaro va Xo'jaobod tumani qo'riqlash bo'limining sobiq xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasining tegishli qismlari hamda 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 3174 raqamlariga xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. Pora olgan, bergan, o'rtada turgan vositachi uchun ham qonunchilikda javobgarlik belgilab o'tilgan. Shunday ekan, bu kabi holatlarga burningizni suqqaningizdan ko'ra tezda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering.